uyda remont qilib qanday kuxonniy mebel qo'yishni bilmayapsizlarmi? Zo'ridan ko'rsatamiz. Polni akril mebeldan ishlatilgan materiallar akalar. Orqa tomon nima deyapti? Kafillar qo'yilgan, sho'r-po'r devorda bo'lsa ham kafil tushib ketmaydi. Baquvvatdan kafildan yaxshidan qo'yilgani bo'ladi. Mana bu yerlari suv to'kilsa, issiq narsa qo'yilsa, hattoki pichoqda qirilsa ham qirilmaydigandan bo'ladi. Yaxshidan ishlatilgan akalar mexanizmlardan. Garantiyalari bilan mana bu yerda kromkalari plastmassa bilan ko'chmaydigandan bo'ladi. Buni bir paganometrga keladigan bo'lsak 2.200 ming so'mdan bo'ladi. Bunga skidka qilamiz. Bizning kanaldan chiqqanlar uchun faqat mana shu joyda 30 sm joyini bonus qo'shib beriladi, mana shu burchak joyini. Akalar, mana shu mebelga keladigan bo'lsak, o'sha 6,5 metr hisoblangan, narxi 2.200 mingdan hisoblangan bo'ladigan taqdirda hamma bitovoy texnikalari hamma yo'g'i bilan 23 million so'm narx aytishibdi. Bizning kanaldan chiqqanlar uchun 20 million so'mga berishib pastki telefon raqamlar aloqa chiqarsizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi keltirilgan holatda Vodiy, Toshkent bo'ylab bepul, Toshkentda ham do'konlari bor. Pastki raqamlarga aloqa chiqarsizlar.